Yoshligimizda toza kartovoz bo'lganimizda dalada mol sug'orishdan, mol qaytarib kelishdan karta o'ynardik. O'zi yosh bolamiz, ruschada 5 gacha sanashni bilmaymiz, lekin vali, dama, korol tuzni bilardik. Ichimizda bitta bola nuqul yutkizib qo'yardi. O'sha men edim. Dalada 50 ta mol bo'lsa, hammasi meni taniyardi, chunki har kuni men qaytarardim. Mollarni qaytargan borsam, mollar menga qarab, "Sen yana yutkizdingmi?" deyishardi. Ha ko'rmaysizmi, hali 10 ta qaytarishga qarzman desam, bitta mol oldimga kelardi-da, "Uni Makka yeb o'tirgan bola bor-ku" derdi. "Ha" desam, "O'sha meni egam, u 108 o'ynaganda kartani tagiga yashiradi, o'shancha yutyapti" derdi. Keyin bitta Novos aytardi, "Anu kartishga yeb o'tirgan bola bor-ku" derdi. "Ha" desam, "O'sha meni egam, karta uniki, hamma kartaga belgi qo'yib chiqqan, o'shancha yutyapti" derdi. "Agar keyingi safar ham yutkizsang, bizga qarab qo'ling ko'tarib qo'ysang, biz o'zimiz qaytaveramiz" derdi. Mollarni rahmi kelardi menga, lekin sheriklarimni rahmi kelmasdi. Bo'ldi, endi ham yutaman deb borardimda yana yutkizib qo'yardim. Lekin ana katta bolalarning o'rniga ukalarim mol boqqan chiqqanda ukalarini yutardim-da, akalardan qolgan alamimni ukalardan olardim.